Dunyodagi eng chiroyli qizga uylanarmidingiz yoki onangiz topgan qizgami? Qaysi meva sizga ko'proq yoqadi, qulupnay yoki ananas? Sizga ko'proq qanaqa sharbat yoqadi, olmali yoki onangiz qilgan sharbat? Qaysi davlatga borishni tanlaysiz, Turkiya yoki Koreya? Kimga shokolad sovg'a qilgan bo'lar edingiz, opangizga yoki sevgilingizga? Menga obuna bo'lgan Ramazon oyida ota-onasini rozi qilish nasib qilsin.